ahamiyatli bir vaqtda nishonlanadi. Hurriyat bizga dunyoga chiqishni, o'zligimizni anglash imkonini berdi. Millatni millat qiladigan esa avvalo til hisoblanadi. Shuning uchun ham prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan bebaho boylikning vorislari sifatida ona tilimizni asrab-avaylashimiz, uning xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini yuksaltirish, milliy va umumbashariy tushunchalar asosida taraqqiy etgan tillar safiga qo'shish har birimizdan ona tilimizga chuqur hurmat bilan yondashishni talab etadi. Barcha sohalar kabi bu ezgu maqsadga tinchligimiz posbonlari ham sidqidildan bel bog'lashgan. Ana shunday fidoyi vatan farzandlari xizmati haqidagi vatanparvar ko'rsatuvi yana efirda. Bugungi dasturimizda Toshkent harbiy okrugining tog' tayyorgarligi o'quv markazida harbiy xizmatchilar o'z mahorat va ko'nikmalarini yana bir bor sinovdan o'tkazishdi. Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi harbiy tibbiyot fakultetida zamonaviy pedagogik texnologiyaning yangi uslublari joriy etilmoqda. Hafta davomida harbiy xizmatchilar ishtirokidagi yig'inlar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar hamda boshqa muhim voqealar xabarlar sahifasida. Xalq va armiya bir tanu bir jon. Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi tashkil etilganiga 3 yil to'ldi. Tog'da harakatlanish jarayonida shaxsiy va guruh anjomlaridan o'rinli foydalanish, tik qoyalarga chiqib tushish, tor ko'priklardan o'tish, qoyadan qoyaga arqonlar yordamida ko'chish, tog' sharoitida yaradorlarni evakuatsiya qilish mashg'ulotlarini kuzatishning o'zi kishini hayajonga soladi. Tog' tayyorgarligi o'quv maydonlarida toblangan yurt posbonlari tabiiy tog' sharoitida ham belgilangan vazifalarni mohirlik bilan bajara oladilar. Toshkent harbiy okrugi dala o'quv maydonlarining biridan tayyorlangan lavhamizga diqqat qiling. Yurtimiz hududining 30%ni ulkan tog'lar va tog' oldi o'lkalari tashkil etadi. Mustaqil diyorimiz chegaralarining ko'p qismi ham aynan shunday tog'li hududlarga to'g'ri keladi. Tog'li sharoitlarda olib boriladigan har qanday jangovar harakatlarning muvaffaqiyati ko'proq shaxsiy tarkibning jismoniy va ruhiy holatiga, qolaversa, ularda tabiiy qiyinchiliklarni yengib o'tish, yuksak kasbiy tayyorgarlik hamda ekstremal sharoitlarni to'g'ri baholay olish qobiliyatiga bevosita bog'liq. Shu bois bugungi kunda qo'shinlar o'quv dasturiga tog' tayyorgarligi alohida fan sifatida kiritilgan bo'lib, bu yo'nalishni yanada takomillashtirish, harbiy xizmatchilarning sohaga oid bilim va ko'nikmalarini oshirib borish, mahorat va tajribalarni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuning uchun harbiy qism va muassasalarda tog' relyefi va shunga o'xshash sun'iy to'siqlar majmuini o'zida jamlagan tog' tayyorgarligi shaharchalari yaratilgan. Har yili Mudofaa vazirligi tog' tayyorgarligi o'quv mashg'ulotlari markazida harbiy qism va muassasalarning tog' tayyorgarligi mutaxassislari malaka oshirish kurslariga jalb etiladi. Ijodiy guruhimiz markaziy hamda Toshkent harbiy okrugidan kelgan mutaxassislar ishtirokidagi navbatdagi ana shunday mashg'ulotlarning borishi bilan qiziqdi. Bu yerda mashg'ulotlar aniq ishlab chiqilgan o'quv dasturi asosida olib boriladi. Harbiy xizmatchilar real tog' sharoitlarida taktika, topografiya, to'siqlardan oshib o'tish, tog' anjomlari yordamida qoyaga ko'tarilish va tushish, tog'li hududda harakatlanish, tog' daralari va daryolardan o'tish kabi maxsus mashqlarni bajarishadi. Mana bu o'quv xonasida mashg'ulot rahbari serjant Shavkat G'aniyev harbiy xizmatchilarga tog' relyefi, tabiat va ob-havo injiqliklari, bunday sharoitlarda harakatlanish usullari, joyni to'g'ri tanlash kabi ma'lumotlarni yetkazib, harbiy topografiyadan o'rganuvchilarning bilimini sinovdan o'tkazmoqda. Mashg'ulotlar guruhlarga bo'lingan holda olib borilmoqda. Navbatdagi o'quv joyida harbiy tibbiy tayyorgarlikdan amaliy mashqlarni kuzatdik. Tog'li sharoitda turli kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelishini inobatga olgan holda, har bir harbiy xizmatchi o'ziga va safdoshlariga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishni mukammal bilishi, balki boshqa tabiiy vositalardan ham to'g'ri va samarali foydalana olishi zarur. Mashg'ulot rahbari kichik serjant Najmiddin Keldiyorov ishtirokchilarga tog' sharoitida evakuatsiya vositalarini hozirlash va qo'llashning turli usullarini ko'rsatib bermoqda.
Tog'da harakatlanadigan har bir kishi tog'dagi daryolarning xususiyatlarini ham yaxshi bilishi lozim. Xususan, daryo o'zanining chuqurligidan tortib, oqim tezligi, suvning harorati, tubdagi toshlarning harakati, suv sathining o'zgaruvchanligi ham nazardan chetda qolmasligi lozim. Mazkur o'quv joyi tog', daryo va soylardan talofatsiz o'tish texnikasi va usullari deb nomlangan. Shu bois bu yerda mashg'ulot rahbari kichik serjant Muhiddin Jiyanbekovga tajribali yo'riqchilar, shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilar Shuhratjon Qurbonov, Baxtiyor Jo'raboyev va Rinat Kujiyarovlar yaqindan yordam bermoqda. Har bir mashq avvalida tog' anjomlari va vositalarining to'liqligi, sozligiga qat'iy e'tibor beriladi. Ko'rib turganingizdek, mashqlarni sidqidildan bajarayotgan harbiy xizmatchilar sovuq bo'lishiga qaramasdan, daryolarni turli usullarda kechib o'tishga harakat qilishmoqda. Albatta, bu kabi mashqlar kishidan o'ta hushyorlik, bardoshlilik hamda yuksak mahorat va tajribani talab qiladi. Mana bugungi mashg'ulotimizda shaxsiy tarkib bilan suvdan, suv ustidan va tog' arqonlar yordamida tog' daryosini kechib o'tish mashqini bajardik. Bunda bizdan talab qilinadigan asosiy narsa xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, aniqlik, kuch jihatdan birikish. Daryo tashqaridan qaraganda juda ham sokin, lekin oqimi tez va juda ham suvi sovuq. Shunga qaramasdan shaxsiy tarkib bor kuchlarini bir joyga jamlab, daryoni kechib o'tishdi. Bunda bugungi amaliy mashg'ulotimizda olgan bilimlarimiz, ko'nikmalarimiz va amaliy tajribalarni qayta takrorlaganimiz bizga kelgusi xizmatlarimizda yana ham qo'l kelishiga ishonaman. Bir necha kun davom etgan amaliy mashg'ulotlar bosqichma-bosqich murakkablashib bormoqda. Mana, dengiz sathidan chamasi 1,5-2 metr balandlikda olib boriladigan maxsus tayyorgarlik mashqlarini bajarish vaqti yetib keldi. Ishtirokchilar guruhlarga bo'lingan holda mashg'ulotlarni bajarishga kirishdi. E'tiborlisi, barcha harbiy xizmatchilar dastur mashqlaridan to'liq o'tishi hamda uni faqat yaxshi va a'lo bahoga bajarishi kerak. Qolaversa, tog' sharoitiga tez moslashishi, o'zlarining shaxsiy xavfsizlikni ham ta'minlashlari lozim. Tasvirlarimizda turli tog' to'siqlaridan ma'lum vaqt oralig'ida tezkorlik bilan o'tib, dadil oldinga intilayotgan o'g'lonlarning harakatlarini ko'rib turibsiz. Bu mashqlar ishtirokchilar uchun mahorat sinovi ham bo'ldi. Prezidentimizning vatan himoyachilariga yo'llagan bayram tabrigidagi mustaqil demokratik O'zbekiston davlatini barpo etish va rivojlantirish bo'yicha biz bosib o'tgan buyuk va shonli yo'l milliy armiyamizning yon atrofimizdagi murakkab va tahlikali vaziyatda toblangan. Vatanimiz mustaqilligi, suvereniteti, uning hududiy yaxlitligi, xalqimizning tinch osoyishta hayotining hamisha ishonchli kafolati bo'lib kelgan va bugungi kunda ham shunday bo'lib qolayotganini necha bor isbotlab bergan mamlakatimiz qurolli kuchlarining shakllanishi bilan uzviy va chambarchas bog'liq holda kechdi deb aytishga bugun barcha asoslarimiz bor. Har qanday davlatning kuch-qudrati va imkoniyatlariga uning armiyasining jangovar qobiliyati va jangovar tayyorgarligiga qarab baho berilishi bejiz emas va bunday qarash mustahkam asosga egadir deb ta'kidlagan edi. Darhaqiqat, hozirgi kunda bu borada zamonaviy jangovar harakatlar teatri sharoitida ehtimol tutilgan turli xil vaziyatlarni tahlil qilgan holda sohaning yangi usul va uslublarini o'rganish hamda amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha bir qator tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Mazkur mashg'ulotlarni bunga misol tariqasida ko'rsatish mumkin. Ushbu mashqda Toshkent harbiy okrugidan kichik serjant Sirojiddin Husanov, shartnoma asosidagi oddiy askar Jumanazar Tariqov, Markaziy harbiy okrugdan katta leytenant Sardor Matmurodov va oddiy askar Sanjar Hakimov eng yuqori ko'rsatkichlarni qayd etishdi.
Ulkan tog' darasi bo'ylab tortilgan arqonning xavfsizligini ko'zdan kechirgach, mashg'ulot rahbari navbati bilan guruh a'zolarini tog' darasidan o'tishga ruxsat berdi. Ko'rib turganingizdek, markazning malakali yo'riqchi va mutaxassislari nazorati ostida daralar orasida jangovar o'quv mashqlarini bajarayotgan vatanning mard o'g'lonlari mazkur yo'nalish sir asrorlarini puxta o'zlashtirganliklarini namoyon etishmoqda. Harbiy xizmatchilar tog' daralardan o'tish mashqini boshladi. Ko'rib turganingizdek, harbiy xizmatchi o'zini kuchiga tayangan holatda arqonlar yordamida birin-ketin o'zining xavfsizligini ta'minlagan holatda tog' daralardan oson va yengil tarzda o'tmoqda. Bu mashqda bizga kerakli bo'ladigan tog' anjomlari, rolik, karabin, xavfsizligimizni ta'minlaydigan belbog'lar, rep shnur, statik dinamik arqonlarda oson bog'lanishi, mustahkamligi, oson yechilishlar talab qilinadi. Ko'rib turganingizdek, harbiy xizmatchilar daraning narigi tomoniga o'tib, o'zining shaxsiy xavfsizligini ta'minlagan holatda asosiy arqondan pastga qarab harakatlanmoqda. Pastga tushgandan keyin harbiy xizmatchilar keyingi mashg'ulotga yo'l oladi. Mana, turli murakkab qiyalik va notekisliklardan iborat. Balandligi 100 metr keladigan qoya. Dastlab harbiy xizmatchi arqon yordamisiz maxsus qoziq va bolg'adan foydalanib qoyaga ko'tarilishi lozim. Arqonlar pastga tushirilgach, kichik guruhlarga bo'lingan holda qoyaga ko'tarilish va tushish mashqlarini bajarishga kirishildi. Tog'li hududlarda harakatlanish, jangovar o'quv vazifalarini to'laqonli ado etish har bir harbiy xizmatchidan chuqur bilim, mustahkam amaliy ko'nikmani talab qiladi, deydi biz bilan suhbatda mashqlarga rahbarlik qilayotgan kapitan Zokir Yallakayev. Oddiy arqon tugishdan tortib qoyalardagi harakatlar, tog' anjomlaridan to'g'ri foydalanish, eng asosiysi xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etish. Mashg'ulot rahbari tomonidan ishtirokchilarning har bir mashq davomida erishgan natijasi, xatti-harakatlari qayd etib borilmoqda. Aslida ham mashg'ulotni o'tkazishdan maqsad tog' tayyorgarligi bo'yicha ilg'or tajribalarni yetkazish, murakkab va keskin sharoitlarda tezkor harakatlanish bo'yicha o'zaro tajriba almashishdir. Ularning zamirida yurt tinchligi va xalqimizning osoyishta hayotini himoya qilishdek sharafli vazifa borligi har bir yurt posboniga beqiyos kuch-quvvat bag'ishlaydi. Yuksak saviyada o'tkazilgan tog' tayyorgarligi mashg'ulotlari davomida mutaxassis harbiy xizmatchilar o'zlarining g'ayrat shijoatlari, epchillik va chaqqonliklari hamda dadil harakatlari bilan vatan himoyasi yo'lida qoyadek mustahkam qalqon ekanliklarini isbotladilar. Ma'lumki, qo'shinlar shaxsiy tarkibining sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, o'z vaqtida va zarur tibbiy yordam ko'rsatish, ular oila a'zolarining salomatligini muhofaza qilishda malakali harbiy shifokorlarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Shu maqsadda tashkil etilgan Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi harbiy tibbiyot fakulteti ham qurolli kuchlarimiz saflariga yurtga sadoqatli, puxta bilimga ega, professional harbiy tibbiy kadrlarni yetkazib beruvchi ilm maskaniga aylanib ulgurdi. Navbatdagi lavhamiz mazkur ta'lim muassasasi faoliyatiga bag'ishlangan. Mudofaa vazirligining eng kenja oliy harbiy ta'lim muassasasi hisoblangan Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi harbiy tibbiyot fakulteti o'z faoliyatini boshlaganiga ham 3 yildan oshdi. Lekin shu o'tgan qisqa davr mobaynida tashkil etilgan ta'lim sohasidagi yutuqlar mazkur fakultetga nafaqat mustaqil davlatlar hamdo'stligining, boshqa xorijiy mamlakatlar mutaxassislarining ham qiziqishini oshirib yubordi. Chunki bir narsani e'tirof etmay bo'lmaydi. Oddiy shifokor bilan harbiy tibbiyot mutaxassisini tayyorlash jarayonida sezilarli farq bor. O'zbekistondagi jahonga namuna bo'ladigan bunday yangiliklar esa istiqlol bergan ne'matdir. Albatta, milliy armiyamiz uchun malakali tibbiyot mutaxassislari tayyorlanishi bevosita unda faoliyat yuritadigan pedagoglar salohiyatiga bog'liq. Ko'rib turganingizdek, tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Noila Dadaboyeva rentgen tasviri orqali aniq tashxis qo'yish sirlaridan saboq bermoqda. Fakultetda bunday tajribali ustozlar ko'pchilikni tashkil qiladi. 2 nafar fan doktori, 6 nafar O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan tibbiyot xodimi,
10 nafar tibbiyot fanlari nomzodi, 100 ga yaqin oliy toifali shifokorlar o'qitish ishlariga jalb etilgan. Katta o'qituvchi Hamida Yo'ldosheva nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlikda olib boradi. Buning uchun Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy klinik gospitali, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, Respublika travmatologiya va ortopediya ilmiy markazi, Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya markazi hamda Toshkent garnizoni harbiy qism va muassasalardagi tibbiyot bo'limlari imkoniyatlaridan foydalaniladi. Mana, hozir kursantlar Mudofaa vazirligining Markaziy harbiy klinik gospitali reanimatsiya bo'limiga o'rnatilgan zamonaviy tibbiyot uskunalarini qo'llash jarayonlarini o'zlashtirishmoqda. Bunday yangi texnikalar shifokor zahmatini yengillashtiradi. Shu bilan birga uni ishlatish uchun kuchli bilim sohibi bo'lishni talab qiladi. Malakali tibbiyot mutaxassislari ana shu uskunalar yordamida bo'lajak harbiy shifokorlarga maslahat va tavsiyalar berib borishadi. Harbiy shifokorning mahorati avvalo aniq tashxis qo'yishda bilinadi. Kursantlar bilan o'tkaziladigan aksariyat mashg'ulotlar ana shu maqsadga yo'naltirilgan. Fakultetda harbiy va tibbiyot sohalarini keng ko'lamda o'zlashtirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Biz dala sharoitida harbiy gospitallar, harbiy qism tibbiyot punktlarini yoyish bo'yicha va qo'shinlarning tibbiy ta'minoti bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib bormoqdamiz. Bunda albatta professor o'qituvchilar, malakali shifokorlar va dotsentlarning xizmatlari juda katta. Men mana shu fakultetda olgan bilim va ko'nikmalarimni kelgusida o'zimning xizmat faoliyatimda qo'llab, qo'shinlar tibbiy ta'minotini yanada mustahkamlashga, qurolli kuchlar jangovar shayligini yanada oshirishga o'z hissamni qo'shaman. Kursantlar bilimi bilan bugun harbiy tibbiyot fakulteti haqli ravishda faxrlana oladi. Mudofaa vazirligi harbiy kadrlar tayyorlash boshqarmasi hamda front orti bosh boshqarmasining tibbiy ta'minot boshqarmasi tomonidan fakultet kursantlariga yuksak ishonch bildirilib, xalqaro hamkorlik doirasida nufuzli konferensiya va seminarlarda ularning ishtiroki ta'minlanmoqda. Jumladan Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya kabi davlatlar bilan hamkorlikda o'tkaziladigan tadbirlarda kursantlarga ulardagi tibbiy ta'minot masalalari, tog' va cho'l hududlarda qo'shinlar tibbiy ta'minotini tashkillashtirish kabi yo'nalishlarda ilg'or tajribalar bilan tanishish imkoniyati yaratilmoqda. Tibbiyot mutaxassislari esa harbiy tibbiyot sohasidagi eng so'nggi yangilik va texnologiyalar asosida tajriba almashish uchun 20 dan ziyod xalqaro amaliy konferensiyalarda ham ishtirok etib qaytishgan. Albatta, kursantlarning har tomonlama shakllanishida ular bilan ishlayotgan shifokor pedagoglarning xizmati katta. Ko'rib turganingizdek, tajribali o'qituvchilardan Jahongir Mavlonov zamonaviy pedagogika va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda mashg'ulot tashkil etgan. Harbiy dala jarrohligi kafedrasidagi mashg'ulotlarni ko'rgazmali qurollarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Mashg'ulot rahbari jangovar harakatlar chog'idagi operatsiya xonasi haqidagi kursantlarga mukammal tushuncha berish maqsadida suhbatni maket yonida davom ettirdi. Elektron maketda operatsiya xonasidagi jarrohlik muolajalarini olib borish jarayoni aks etgan. Bo'lib o'tayotgan mashg'ulotlarda kursantlar tartib, har bir tibbiyot xodimining vazifasi haqida ham o'z fikrlarini bildirib bordilar. O'quv jarayoni bilan tanishar ekanmiz, navbatdagi o'quv xonalaridan birida imtihon olinayotganining guvohi bo'ldik. Vazirlar Mahkamasining tibbiyot fakultetini tashkil etish to'g'risidagi qarorida qurolli kuchlar tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish, yangi tibbiy texnologiyalarni o'zlashtirishga ko'maklashish vazifasi ham fakultet zimmasiga yuklatilgan. Shu maqsadda joriy yildan fakultetda harbiy shifokorlar malakasini oshirish bo'yicha uzluksiz ta'lim yo'lga qo'yildi. Mana, unda tahsil olgan navbatdagi bitiruvchilarning bilimlari tibbiy xizmat polkovniki Akbarali Sattorov, tibbiyot fanlari nomzodi Bahrom Murodov, tibbiy xizmat podpolkovniki Baxtiyor Ahmedovdan iborat nufuzli hay'at a'zolari tomonidan tekshirilib, sinovdan o'tkazilmoqda. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, tashkil etilgan Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi harbiy tibbiyot fakulteti qurolli kuchlarimiz saflariga yurtga sadoqatli, puxta bilimga ega, professional harbiy tibbiy kadrlarni yetkazib beruvchi ilm maskaniga aylanib ulgurdi. Yuraklari vatanga sadoqat bilan xizmat qilishdek ezgu orzularga to'la yurt o'g'lonlariga harbiy tibbiyot kasbini to'liq o'zlashtirishlarida hamda sharafli xizmatlarida omad tilaymiz.
Har qanday mamlakatni boshqalardan ajratib turadigan muhim qirrasi bu tildir. Bizning ham tilimiz bor ekan, jahon ayvonida o'zbek xalqi haqida so'z boradi. Demak, til masalasi gap orasida shunchaki aytib ketiladigan mayda mavzu emas, balki davlat ahamiyatiga molik ulkan masaladir. Bugun qurolli kuchlarimizda o'zbek tilida yangrayotgan buyruqlar, saf qo'shiqlari, mashg'ulotlar yoshlarning g'ururi, armiyaga qiziqishini, vatanga mehrini oshirmoqda. Ayniqsa hafta davomida harbiy qism va muassasalarda o'tgan tadbirlarda bu mavzuga alohida urg'u berildi. Ularning tafsiloti bilan xabarlar sahifamiz orqali tanishing. Til millatning boyligi va ko'zgusi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Davlat muzeyida bo'lib o'tgan ma'naviy ma'rifiy tadbir shunday nomlandi. Unga tilshunos olimlar Burobiya Rajab va Raimboy Jumaniyozov, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi Informatika kasb-hunar kolleji tilshunoslik kafedrasi o'qituvchisi Oyjamol Nurg'oziyevalar tashrif buyurishdi. Tadbir avvalida til tafakkur hosilasi ekanligiga e'tibor qaratgan Mudofaa vazirligi shaxsiy tarkib bilan ishlash boshqarmasi vakili mayor Zohidjon Isoqov bugungi kunda qurolli kuchlarimizda davlat tilining o'rni, harbiy atamalarning o'zbekcha jarangiga alohida to'xtaldi. Shundan so'ng so'z olgan filologiya fanlari nomzodi Burobiya Rajabova til asosan odamlarning og'zida, yozuvlarda yashashini, agar millat turli sabablar bilan o'z tilidagi ayrim so'zlarni unutayotgan bo'lsa, uning o'rniga zamonaviymi, madaniymi niqoblar ostida begona so'zlar kirib kelaverishini, bu til avvaliga qashshoqlasha borishini, keyin esa o'lik tilga aylanishini ta'kidlab o'tdi. Chindan ham yurtboshimiz o'zbek tiliga davlat tili maqom berganlarida jahondagi eng boy, go'zal tillardan bo'lgan ona tilimiz sofligini saqlash, uni yo'qotmaslik uchun barchamiz mas'ul ekanligimizni alohida ta'kidlagan edilar. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 26 yilligiga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etgan Toshkent Oliy umumqo'shin qo'mondonlik bilim yurti va Toshkent axborot texnologiyalari universiteti maxsus fakultetlari kursantlari, Toshkent shahrida joylashgan harbiy qism xizmatchilari, harbiy telekommunikatsiya yo'nalishidagi Toshkent akademik litseyi va 171 umumta'lim maktab o'quvchilari katta ma'naviy oziq oldilar. Qurolli kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli san'atkorlari esa tadbirga yanada fayz bag'ishladilar. Xuddi shunday tadbirlardan biri Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida Toshkent tibbiyot akademiyasi harbiy tibbiyot fakulteti hamda Barovskiy nomidagi Toshkent tibbiyot kolleji o'quvchilari ishtirokida o'tkazildi. Ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek, har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadigan oynai hayoti til va adabiyotdir. Milliy tilni yo'qotmoq millat ruhini yo'qotmoqdir. Darhaqiqat, tilning xususiyati shu qadar yuqoriki, unda millat yashaydi, unda vatan taqdiri mujassam. Yoshlar ishtirokidagi ushbu tadbirda ham ona tilimizning uzoq tarixi va buguni haqida qimmatli ma'lumotlar berildi. O'zbek tilini davlat maqomini olishi ham anchayin murakkab jarayon bo'lgan o'z davrida. Buni yosh kattalar juda ham yaxshi eslashadi, bilishadi. Mana shunday qiyinchiliklar bilan, kurashlar bilan qo'lga kiritilgan g'alaba mustaqillikdan erishishimizdan oldin sodir bo'lgan edi. Shuning uchun o'zbek davlat tilini bilmagan, o'rganishni xohlamagan odam o'zini O'zbekiston fuqarosi deb hisoblolmaydi. Ma'lum darajada agar chuqurroq o'ylab qaralsa, o'zbek davlat tili O'zbekiston hududida yashayotgan xalqlarni birlashtirib turuvchi omil hamdir. Shu bois men istardimki, ayniqsa yoshlarimiz mana shu o'zbek adabiy tilini chuqur o'rganishga butun kuch g'ayratlarini sarf qilishsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Albatta chet tillar ham kerak. Masalan, deylik, ingliz tili, rus tilini bilmoq ham zarur. Hozir agar zamonaga qaraydigan bo'lsak, lekin shu bilan birga bu ona tilimiz. Bu nafaqat bizni tilimizda, dilimizda, balki u bizni qonimizda, jonimizdadir. Men mana shu murakkab jarayonda yoshlarimizga kattadan katta muvaffaqiyat tilab qolaman va mana shu til bayrami bilan chin dildan muborakbod etaman. Inchunun O'zbekistonda til bayrami mavjud. Bu bekorga qilinmagan. Mana shu kelajakni o'ylab, bo'lajak avlodlarning taqdirini o'ylab, O'zbekiston taqdirini o'ylab qilingan ishlar. Bayramlar muborak bo'lsin. Tadbirda so'zga chiqqanlar o'zbek tili benihoya boy, go'zal va nafis ekanligini e'tirof etish barobarida hozirgi kunda hayotimizning barcha sohasida rasmiy qo'llanayotganiga alohida urg'u berdilar. Shuningdek, o'zbek tilida bitilgan milliy merosimiz namunalari, ilmiy va badiiy tafakkur durdonalari jahon madaniyati va fani xazinasini boyitib kelayotgani haqida tushunchalar berildi.
Shuni ta'kidlash joizki, Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi keng qamrovli faoliyati orqali mudofaa va harbiy qurilish sohasida olib borilayotgan davlat siyosatini qo'llab-quvvatlashga, sohada kechayotgan islohotlarni jadallashtirishga, harbiy qismlarda sog'lom ma'naviy ruhiy muhit, yuksak axloq va madaniyat saqlashni ta'minlashga, bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizning himoya qo'rg'onini mustahkamlashga katta hissa qo'shib kelmoqda. Ana shu yo'nalishdagi tadbirlardan biri Janubi-G'arbiy maxsus harbiy okrugi boshqaruv apparatining majlislar zalida tashkil etildi. Vatan himoyasi yo'lida xizmat qilish eng oliy saodatdir mavzuidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirda jamoatchilik kengashi a'zolari, Qashqadaryo viloyat hokimligi va mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti viloyat kengashi vakillari, harbiy okrug qo'mondonligi harbiy xizmatchilari ishtirok etdi. Tadbirda so'z olganlar yon atrofda ro'y berayotgan hodisalarga munosabat va hayotiy pozitsiyasini shakllantirish, yurt taqdiri, uning mustaqilligi va xavfsizligini mustahkamlash uchun shaxsiy mas'uliyatni kuchaytirish, yoshlarimiz qalbida vatanimizga chuqur mehr-muhabbat, faxr-iftixor tuyg'ularini oshirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berdilar. Shundan so'ng Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi va mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti nomidan Janubi-G'arbiy maxsus harbiy okrug qo'mondonligiga harbiy qism va muassasalar uchun 15 dona kompyuter jamlanmasi tantanali ravishda topshirildi. Shuningdek, Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zolari shu kuni Janubi-G'arbiy maxsus harbiy okrug serjantlar tayyorlash maktabida yaratilgan keng ko'lamli shart-sharoitlar, bo'lg'usi kichik komandirlarning tahsil jarayonlari bilan yaqindan tanishib, harbiy xizmatchilar bilan samimiy suhbatlashdilar. Uchrashuv davomida yurtimizda olib borilayotgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy islohotlarga oid bildirilgan fikr-mulohazalari harbiy xizmatchilarda katta taassurot qoldirdi. Oktyabr oyida O'zbekiston bayrog'i yana baland ko'tarildi. Angliyaning Manchester shahrida bo'lib o'tgan taekvondo bo'yicha Olimpiadaga yo'llanmani beruvchi Grand Prix musobaqasining 3-bosqichida O'zbekiston qurolli kuchlari vakili, Markaziy harbiy sport klubi a'zosi Dmitriy Shokin birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Bu musobaqada juda ham qiyin janglar bo'ldi. Shu musobaqada men 4 ta jang o'tkazib, oltin medalga ega bo'ldim. Bundan juda xursandman. Bu yana bitta katta qadam Olimpiadaga yo'llanma olish uchun. Bundan juda xursandman. Shuni faxr bilan aytish mumkinki, Grand Prix 3-bosqich musobaqalaridagi g'alabadan keyin Dmitriy Shokin nomi jahon reytingida birinchi o'ringa ko'tarildi. Ungacha ham bu nufuzli reytingni o'zbekistonlik sportchi Markaziy harbiy sport klubi a'zosi Jasur Boyzoqov boshqarib turgandi. Jasurning ham yutuqlari quvonarli. Shu kunlarda qurolli kuchlarimizning bu ikki vakili noyabr oyida Qozog'istonda o'tadigan xalqaro turnirga qizg'in tayyorgarlik ko'rishmoqda. Undan keyin esa sportchilarimizni dekabr oyida Grand Prix musobaqalarining Meksikada o'tadigan final bosqichi kutmoqda. Biz O'zbekiston sharafini dunyoda yuqori ko'tarayotgan sportchilarimizga faqat g'alaba tilaymiz. Xalq va armiya birga degan jumla mustaqillik yillarida quruq shior emas, ayni haqiqatga aylandi. Ayniqsa bundan ro'parasi 3 yil avval, ya'ni 2012-yilning 24-oktyabrida prezidentimiz tashabbusi bilan Mudofaa vazirligi huzurida jamoatchilik kengashining ish boshlashi qurolli kuchlarimizga fuqarolik nazorati mexanizmini olib kirib, Mudofaa vazirligi faoliyatining ochiqligi va oshkoraligini ta'minlab berdi. Kuni kecha O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida kengashning 3 yillik faoliyatiga bag'ishlangan sarhisob yig'ilishi bo'lib o'tdi. Prezidentimiz rahnamoligida barpo etilgan, zamonaviy talab va standartlarga javob beradigan, tezkor, harakatchan, tashkiliy jihatdan mukammal, har tomonlama ta'minlangan milliy armiyamiz bugun tinchligimiz va hurligimizni ishonchli himoya qilib kelmoqda. Bunday yurt qalqonini mustahkamlashdek ulug'vor ishga jamoatchilik ham jalb etilgan. Ayniqsa davlatimiz rahbarining 2012-yil 24-oktyabrda imzolagan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashini tashkil etish to'g'risidagi qarori asosida ish boshlagan kengash Mudofaa vazirligi faoliyatining oshkoraligini va fuqarolarning mudofaa sohasidagi ishtirokini ifodalab, keng ko'lamli ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Uning tarkibiga kirgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zolari, Qonunchilik palatasi deputatlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, ijodkorlar, madaniyat hamda san'at namoyandalari, olimlar harbiy xizmat nufuzini yanada oshirish, armiya saflarida xizmat qilayotgan va chaqiriluvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlariga o'z hissalarini qo'shib kelishmoqda. O'z-o'zidan bu ezgu maqsad joylarda bo'lib o'tadigan uchrashuvlar, suhbatlar, yoshlar bilan muloqotlar asosida amalga oshiriladi.
Shuning uchun ham jamoatchilik kengashi a'zolarini tez-tez harbiy xizmatchilar davrasida uchratish oddiy holga aylangan. Kezi kelganda ular samo lojillari bilan birga parvoz qilib, osmonimiz musaffoligini kunu tun qo'riqlayotgan harbiy uchuvchilarimiz mahoratining guvohiga aylanishyapti. Nafaqat harbiy qismlarda yozning issig'i, qishning sovug'iga qaramay, dala o'quv maydonlarida askarlar bilan yonma-yon yurib, vatan o'g'lonlari mardligi va mahoratini o'z ko'zlari bilan ko'rib, mashaqqatini tuyib, sidqidildan olqishlayaptilar. Albatta, ularning bunday tashriflari yurt himoyachilarini yangidan-yangi zafarlarga ruhlantirmoqda. Jamoatchilik kengashining aholi, harbiy xizmatchilar va chaqiriqqacha bo'lgan yoshlar o'rtasida olib borayotgan harbiy vatanparvarlik, madaniy, ma'rifiy va targ'ibot tashviqot ishlari o'z samarasini beryapti. Bunday tadbirlardan ko'zlangan maqsad harbiy qism va bo'linmalarda sog'lom ma'naviy ruhiy muhit, qonun ustuvorligi, huquqiy tartib, yuksak axloq va madaniyatni ta'minlash, chaqiruvga tayyorlanayotgan o'spirinlar va harbiy xizmatchilar bilan tarbiyaviy, ma'naviy, ma'rifiy tayyorgarlik olib borilishini tashkillashtirish, shuningdek hayotiy pozitsiyani shakllantirish, vatanparvarlik, vatan taqdiri, uning mustaqilligi va xavfsizligini ta'minlashni harbiy xizmatchilar va chaqiriqqacha bo'lgan yoshlar uchun hayotiy maqsadga aylantirishdan iboratdir. Albatta, jamoatchilik kengashi tomonidan o'tkazilayotgan ana shunday tadbirlar tufayli vatan himoyachilarining yuragidagi kuch yanada bo'y ko'rsatmoqda. Ko'rib turganingizdek, jamoatchilik kengashining faoliyati juda keng qamrovli. Kuni kecha O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida ana shunday nufuzli kengash tashkil etilganining 3 yillik faoliyatiga bag'ishlangan hisobot yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbirni Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi raisi Iqboljon Mirzaliyev olib bordi. U jamoatchilik kengashining o'tgan davr mobaynida amalga oshirgan ishlari haqida axborot berar ekan, kelgusida qanday dolzarb vazifalar kutayotganligiga e'tiborni qaratdi. Shundan so'ng so'z olgan komissiya vakillari kengashning xalq va armiya birligini, hamfikrliligini ta'minlash yo'lida bajarilgan ishlarga to'xtalib o'tdilar. O'rganilgan jamoatchilik fikrlari asosida yangi takliflar ishlab chiqdilar. O'tgan mana shu 3 yillik muddat jamoatchilik kengashi uchun, kengash a'zolari uchun bir tajriba yillari bo'ldi, o'rganish yillari bo'ldi deb aytsam to'g'ri bo'lardi. Chunki biz uchun bu yangilik edi. Umuman jamoatchilik kengashi faoliyati mudofaa tizimida bu birinchi marta ko'rilayotgan hodisa edi. Shu sababdan biz shu nizomimiz asosida, o'zimizni yillik rejalarimiz asosida o'rganib, asta-sekin shu sohaning ichiga kirib borib, o'zimizni qiladigan ishlarimizni, maqsad muddaolarimizni aniqlab olishimiz uchun shu o'tgan vaqt imkoniyat berdi. Bugun hayot har kuni aytish mumkinki, bizni oldimizga yangidan yangi vazifalarni qo'yyapti. Dolzarb vazifalarni, kechiktirib bo'lmaydigan vazifalarni qo'yyapti. Dunyoda kechayotgan jarayonlar, informatsion aytaylik xurujlar, informatsion urushlar, bularning hammasi bizni nafaqat jamoatchilik kengashi a'zolari sifatida, balki shu O'zbekistonni, bizni sevimli ona yurtimizni fuqarosi sifatida ham tashvishga solmasdan qo'ymaydi. Va albatta biz buni tushungan, idrok etgan odamlar, biz shu vatanimizni qo'riqchilariga, harbiy xizmatchilariga, askarlarimizga, serjantlarimizga imkon qadar buni tushuntirishimiz, uqtirishimiz, ularning yuraklariga shu O'zbekiston degan bir muqaddas nomni, sharafli nomni chuqurroq muhrlashga, aniqroq naqsh etishga harakat qilishimiz kerak. O'zbekistonning har bir masalada o'z so'zi, har bir sohada o'z tanlagan yo'li bor. Mamlakatimizning mudofaa qurilishi bo'yicha ham baralla shunday fikrni ayta olamiz. Harbiy qurilish sohasida mutlaq prinsipial o'zgarishlar amalga oshirilib, eski zamondan qolgan nomaqbul tartib intizom o'rniga qurolli kuchlarimizda sog'lom, o'zaro hurmatga asoslangan muhit shakllantirildi. Inson omiliga e'tibor qaratilib, vatan himoyasini kasb deb bilgan insonlarga ehtirom ko'rsatildi. O'zbekiston armiyasi xalqimiz, millatimizning ming yillar davomida shakllangan asl qiyofasi, azaliy qadriyatlari va hislatlarini o'zida mujassam etgan holda shakllandi. Bugun zamonaviy, qudratli qurolli kuchlarimizda xalq va armiya bir tanu bir jon degan ezgu g'oyaning tantanasini jamoatchilik kengashining faoliyati misolida yaqqol his qilish mumkin. Mamlakatimizda yuz berayotgan o'zgarishlar, qurolli kuchlarimizdagi shakllanishlarni anglash uchun yuksak huquqiy ong va huquqiy madaniyat talab etiladi. Huquqiy madaniyat degani faqatgina qonunlarni bilish, huquqiy ma'lumotlardan xabardor bo'lishdan iborat emas. U qonunlarga amal qilish madaniyati hamdir. O'zingiz anglaganday, navbat Respublika harbiy prokuraturasi bilan hamkorlikda tayyorlangan huquqiy maslahat sahifamizga.
Aytingchi, bolani farzandlikka olishda kimlar ustunlik huquqiga